O, mana tomonda aka puli qancha bo'ldi? Berilmadi. Sotilmadi ekan. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan men Sanjarbek. Bugun biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidagi mol bozoriga yetib kelganmiz. Bu haftani har chorshanba kuni bo'lib o'tib ketar ekan. To'g'risi o'zim bozorni ko'rdim. Bundan oldin 1,5 soatcha jonli efir qildim. Bozor narxlari juda ham zo'r bo'ldi. Albatta videoni oxirigacha tomosha qilsalaring, sizlar bilan bu yerda sotilgan mol narxlarini to'lig'icha ko'rib o'tamiz. Albatta kanalimizda yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Biz bo'lmasam ko'p gapirmaylikda sotilgan narxlarni ko'rsating. Aka qancha bo'ldi? Qancha deysiz? 22 deyishdimi, shunaqami deyishdi shekilli. Yaxshi, 22 deyishdi-yu, adashmasam. Akalar albatta like bosib turinglar, biz bo'lmasam sizlarga eng sifatlilarini ko'rsatamiz. Ona bolalar 51. Bola nechinchi qoringa ekan aka? Xabarlari yo'q, bola buqa ekanligidan gap yo'q, jonivor. Shunaqasidan boqish nasib qilsin. Aka qancha bo'ldi? 24,5 buqa. Sho'x ekanligidan. Yaxshi. Bu bozor endi kimdir qimmat, kimdir arzon deydi. Albatta oxirigacha tomosha qilib tursalaring, o'zlaring bozorlaring bilan solishtirib olishlaring mumkin. Biz bo'lmasam videomizni boshladik. Biz bismillah deb boshlayveramiz bo'lmasam. Aka qancha bo'ldi puli? 10 million 200. Vo, unisini so'rolmay qoldi. Aka qancha bo'ldi buqa? 22 million 600 ming so'm bo'libdi. Aka qancha bo'ldi bunisi? 16 million bo'libdi mana. Sal yosh kattaroq. Aka qancha bo'ldi? Bular narxini xabarlari yo'q ekan. Bu tomonda yoshroq odam bitta tog'amiz olib chiqib kelishyapti. Hozir narxini albatta so'rab o'tamiz bularni ham. Hoji tog'a qancha bo'ldi pul? Assalomu alaykum. 10 million 500 ming so'mga mana. Yosh xunajincha. Barakasini bersan. Bu tomonda yana bittasi chiqib kelyapti, albatta so'rab o'tib ketamiz. Aka qancha bo'ldi puli? 14,5 million so'm bo'libdi. Va qancha bo'ldi aka? 32 million so'm bo'libdi ashi buqa. Barakasini bersan. Ha, jonivorlar. Bu tomondan chiqayotganlarni yana bir qator so'raveramiz. Aka qancha bo'ldi puli? 26,5 bola buqa. Bola buqa nechinchi qorin aka? 3-chi ekan. Tog'a qancha bo'ldi? 44,5 million shvedlar. Gap yo'q. Bola xunajin. Aka qancha bo'ldi bu qora? Buqa qancha bo'ldi aka? 22. Xunajin. Xo'p, mana jupiga tog'a qancha bo'ldi puli? Shopirman, Narxidan xabarlari yo'q ekan, Shopir ekan. Aka qancha bo'ldi bularni jupi? 12 milliondan bo'libdi. Yaxshi, barakasini bersin olgan odamga ham. Mana tomonda shved chiqib kelyapti, so'raymiz. Aka qancha bo'ldi ekan puli? Qanchadan qaytdi aka? 40 milliondan qaytibdi, sotilmabdi. Bo'g'oz aka. Aka qancha bo'ldi puli? Qancha bo'ldi puli? Suzading. 24 million bo'libdi suzadiganda puli. Ashi olon aka. Aka qancha bo'ldi puli? Akamiz bilishmaydi, narxidan shafi yo'q akamiz. Bu tomondan chiqayotganlarning narxini albatta sizlarga ko'rsatib beraveramiz. Akalar videoni boshidan bitta like bosib qo'yasizlar, hali like bosmagan bo'lsalaring. Iltimos qilib qoladi sizlardan. Ana mana tomonda. Tog'a qancha bo'ldi puli? 23,5 ga bermadim deyishyapti. Yorqa yur. Mana tomondan. Aka qancha bo'ldi jupi? Jup qanchadan bo'ldi aka bulardi? 84 million 6 tasi. Vosh jonivor mana. 6 tasi 84 million so'm bo'libdi. Mana. Gap yo'q. Barakasini bersan. Mana shunaqalardan kelib olib ketish nasib qilsin bizga ham. Aka nech pul bo'ldi puli? 9 million. Ovozcha. Barakasini bersan. Mana hada optimiga qo'ylar. Qanchadan bo'lib ketdi aka bular? Ekalasi 66 mi bo'libdi? 6 million 600 ming so'm. Aka qancha bo'ldi bu buqalar? Jupi 44 bo'libdi mana. Jupi 44. Aka qancha bo'ldi bu? Qancha bo'ldi aka? 24 bo'libdi. Tog'a qancha bo'ldi Xunajon? 11. 100 ming kam 11 bo'libdi. Mana. Barakasini bersin. Vo mana. 38 million bo'ldi deyishyapti mana. Gigantini qarang. Oh, jonivor. Gap yo'q, ko'z tegmasin. Buni chiqib ketishini qarang. Mana shunaqalardan olib chiqib sotsangiz bir boshqacha bo'lsa kerak-a.
Aka qancha bo'ldi? 34 million 200 ming so'm. Aka qancha bo'ldi bu? 15. Bunisi-chi? 14,5. Xunajinlar, yaxshi, barakasini beraversin. Bosh kattaroq shvedlardan chiqib kelyapti. Aka qancha bo'ldi? 15 ga sotilmabdi. Qancha bo'ldi? 31 million. Bola buqa. Nechinchi qoringa ekan, aka? 3-qoringa ekan. Barakasini bersin. Aka qancha bo'ldi bo'ladi puli? 42,5. Bola buqa nechinchi qorin ekan buniki? Ikkinchisi shekilli menimcha, Xudo xohlasa. Yaxshi, barakasini bersin. Ana shunaqasidan turish nasib qilsa hammamizning molxonamizda eng kamida. Tog'a qancha bo'ldi puli? 13 million 200 ming so'm. Aka qancha bo'ldi ona bola? 42 million. Bola buqa. Yaxshi, barakasini bersin. Tog'a qancha bo'ldi bu? Sho'q. Shopir ekan tog'amiz, narxlardan xabar yo'q. Buqa ekan bu. Mana tomonda ot ishqibozlari bo'ladi-yu. Aka qancha bo'ldi puli? 13 million 200 ming so'm. Mana. To'y. Aka qanchadan bo'ldi bular puli? 15,5 dan. Bu ham shunaqa tora? Yaxshi, barakasini bersin. Aka qanchadan bo'ldi bularning puli? Qancha bo'ldi, tog'a? 26,5 million. Buqa. Barakasini bersin. Bu tog'amizni qiynab tortib ketishyapti. Aka qancha bo'ldi puli? 7,5 million. Yaxshi, mana shu ukamizga bitta like bosib qo'yaverasizlar. Mana qo'chqorni qarang, jonivor. Bo'lsa shunaqasidan bo'lsin. Xo'p. Aka siz unaqa emasmisiz? Blogerman. Mana tomonda Greenfordga sal chachishib qolgan rog'dan shekilli. Aka puli qancha bo'ldi ekan buni? Aka buqani puli qancha bo'ldi ekan? Ikkitasi 36 bo'libdi, sherigini hozir qidirishyapti ekan. Tog'a qancha bo'ldi puli? 17 million bo'libdi mana shu xunajin. Barakasini bersin. Bozorda xolasa juda ham qizg'in bo'lyapti, mollar tinimsiz chiqyapti. Aka bu qo'ylar qanchadan bo'ldi qo'chqorlar? Sotilmadi, qaytyapti ekan bozorda. Mana. Xudo xolasa xunajinlardan qancha bo'ldi aka? 20 million 600 ming so'm bo'libdi mana. Bu bo'g'oz shekilli menimcha. Aka qanchadan bo'ldi bo'ladi puli? 47-49 dan bo'libdi. Yaxshi, barakasini bersin. Xo'p, mana tomonda yosh buqacha chiqib kelyapti. Aka puli qancha bo'ldi buni? Pulidan xabarlar yo'q shekilli. Aka qancha bo'ldi puli? 10 million 800 ming so'mga mana xunajin. Kelajagi boridan. Aka nech pul bo'ldi puli? 16,5. Buqa ekanda, men xunajin deb o'yladim, narx qimmat deb turdim, buqacha ekan, o'shaning uchun. Aka nech pul bo'ldi buni puli? 9,5 million so'm. Aka bunisi-chi? Hoji tog'amiz shofyorlar shekilli, narxidan xabarlari yo'q. Aka qancha bo'ldi puli? 22 million so'm. Mana. Et boshini qarang, jonivor. 23 million 200. Bola nima ekan aka? Bola novvoscha, barakasini bersin. Hoji tog'a nech pul bo'ldi puli? 21,5 million so'm bo'libdi. O, buqa qancha bo'ldi-ku? Shofyor ekan akamiz. Xo'p, bu tomonda sog'dilardan aka 26,5 ga berishmabdi, bo'g'oz ekan. O, buqa qancha bo'ldi aka? 33 million. Oho. Narx qalay, qimmat yoki arzon? Albatta o'z fikrlaringizni yozinglar akalar kommentariyada. Biz xudo xolasa chiqayotganlarni sizlarga ko'rsataveramiz. Like bosmagan bo'lsangiz albatta like bosishni so'rab qoladi. 18 million so'm bo'libdi mana. Yaxshi, barakasini beraversin olgan odamga ham. Mana tomonda yoshroqdan chiqib kelyapti. Hozir narxini albatta bir qator so'rab o'tamiz sizlar uchun. Bitta like bosib qo'yaverasizlar akalar. Aka qancha bo'ldi puli? 5 million 900 ming so'm bo'libdi. 59 deganda molni ko'proq so'raymiz, o'shaning uchun adashib qolyapmiz. Buqa kuydirib chiqib kelyapti, lekin haldan beri kutib turibmiz. Qancha bo'ldi dedingiz aka buqani pulini? Qancha bo'ldi? 37,5 sherigi bor. Ha, sherigi bor 37,5 bo'ldi. Uni ham gada shunaqami? Bo'yi mana shunaqa. Ha, o'na ekan. Mana 37,5. Yaxshi, barakasini bersin. Qancha bo'ldi aka bunisini puli? 16 dan bo'libdi, buqachalar.
O, sherigi ham bor ekan, yaxshi. 16 dan bo'pti aka puli. Bu tomonda mana qo'chqor qo'ylar. Aka qancha bo'ldi puli? Hammasi 14 million. Barakasini bersin. Qo'y ishqibozlariga ham qo'ylar narxini ko'rsatyapmiz akalar. Keyingi bozorlarda ham xuddi mana shunday qilib qo'ylar narxini ko'rsataylikmi? Albatta o'z fikrlaringni yozinglar. Tog'a qancha bo'ldi bo'ladi puli? 5 million. Aka qancha bo'ldi? 12,5 million so'mga mana shu xunajin. Aka buqa qancha bo'ldi bu shu? Oh. Ehtiyot bo'lamiz, puldan xabarlari yo'q. Va uka qancha bo'ldi? Bozordan qaytdi, sotilmabdi. Mana. Aka qancha bo'ldi puli? Xabarlari yo'q. Aka qancha bo'ldi? 40 million bo'libdi, jupi. Shvedlar barakasini bersin. 20 dan bo'libdi-da buqalar. Aka qancha bo'ldi puli? Qanchaga? 4 million 800 deyishdi, shunaqa deyishdi. Tog'a qancha bo'ldi bular jupi? 12 million. 12 million bo'libdi. Yaxshi, barakasini bersin odamga. Bitta like bosish esdan chiqmasin. Esdan chiqib qo'ygan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Xo'p. 21 dan qaytibdi, sotilmabdi. Buqa. Et boshini ko'ring. Mana shunaqalarini egalar nomerini ham olaylikmi yoki yo'q? Albatta yozsalaring keyingi videolarda bu narsalarda Minobodga olib o'tib ketamiz. 26 million 200 ming so'm. Buqa. Mana jonivor. 25 dan. Bola nima ekan aka? Bola xunajin. Qancha bo'ldi aka bu? 43,5. Yaxshi, barakasini bersin. Aka qancha bo'ldi buqa? Sotilmadi qaytdi. Aka buchi? Bunisi ham shu qator. Aka qancha bo'ldi tog'a? 16,5 mi shunaqa deyishdi. Barakasini bersin. Bu tomonda yana bittadan olib chiqib kelishyapti. Tog'a qancha bo'ldi buni puli? Assalomu alaykum. 24 million so'm bo'pti. Mana. 5 oylik bo'g'oz. Barakasini bersin olgan odamga ham. Voy, mana tomonda buqa. Aka qancha bo'ldi bu suzadigani? 38 million. Jupi bormikin buni? Ha, bor, hozir chiqadi deyishyapti. Akalar, videomizni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsalar, sizlarga kattakon rahmat. Albatta keyingi bozorlar qayerlardan bo'lsin? Kommentariyada bu narsalarni ham yozib ketsalaring, vodiy ichi bozorlarda sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Aka qancha bo'ldi? Qanchadir deyishni eshitmayman. Tog'a qancha bo'ldi puli? 21 bo'ldi. 21 bo'pti buqa. Yaxshi, barakasini bersin. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringda ehtiyot qilinglar. Mana mol bo'shab ketdi, akamiz yiqitib yubordi. Ehtiyot bo'lamiz. Sal sho'xroq ekan lekin. Endi bozorda har xil holatlar bo'lishi mumkin. Ba'zilarda suzib yuboradi. Bu holatlarda biz ko'pincha qo'ya olmaymiz. Akalar oyoqdaydan chiqib qoldi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, like bosishdan chiqmasin.